Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ustuniy kanali. Do'stlar, bu galgi videoroligimizda biz sizlarga yana bir bora kerakli va foydali bo'lgan ma'lumot yetkazmoqchimiz. Kanalimizning asosiy qismini haydovchilar tashkil etganligi uchun sizlarga beradigan bu ma'lumotlarni sizlarga foydali degan maqsadda endi eshitganlar bor, eshitmaganlar bor. Shuning uchun ozgina bo'lsa ham bir shu yangilikni sizlarga yetkazadigan maqsadda kichkina bo'lsa ham videorolik tayyorladik. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xo'p do'stlar, jarima ballari joriy etilganlaridan xabarlaring bor. Ko'pchiligimiz buni bilamiz. Endi ko'pchilik bilmasligi ham mumkin. Shuning uchun o'sha joriy etilgan jarima ballariga yana boshqacha o'zgartirish kiritilganligini sizlarga yetkazmoqchi bo'lib videorolik tayyorladik. Xullas, endilikda deyapti, yo'llarga o'rnatilgan kameralar ham nimalarni hisoblar ekan, jarima ballarini hisoblar ekan. 2026-yil 1-apreldan yo'llarda o'rnatilgan avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish tizimlari orqali aniqlangan yo'l harakati qoidabuzarliklarini 12 turdagi, o'sha 12 turlariga ham jarima ballari hisoblanar ekan. Ya'ni 2026-yil 1-aprel sanasidan boshlab shu holatga amal qilinar ekan. Xullas, jarima ballari mashina egasiga emas, aynan rulda bo'lgan haydovchiga nisbatan qo'llaniladi deb aytilyapti. Endi qanday aniqlash mumkin? Ya'ni rulda aynan kim bo'lganligini qanday aniqlash mumkin degan savol tug'iladi. Transport vositasining egasi va uni boshqargan shaxs, ya'ni haydovchi sug'urta polisi, yo'l varaqasi, ya'ni o'sha sug'urta polisi orqali aniqlanib, o'sha aynan o'sha haydovchiga nisbatan, o'sha rulda bo'lgan odamga nisbatan jarima bali qo'llanar ekan. Bu holat 2026-yilda 1-aprel sanasidan boshlab kuchga kirar ekan do'stlar. Endi bu narsani ko'pchilik eshitgan va eshitmaganlar ham bor. Shuning uchun sizlarga ham ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'lsin deb yetkazishga harakat qildik. Keyin yana bitta o'zgarish bor. Endi avtotransport vositalarini nima desa bo'ladi, A va B toifadagi haydovchilik guvohnomasini olish uchun avtomaktablarda o'qish shart emas ekan. Bu holat 2026-yilda 1-fevral sanasidan boshlab A va B toifadagi haydovchilik guvohnomasini olish uchun avtomaktablarda o'qish majburiy bo'lmaydi deyilyapti. Xohlagan odam to'g'ridan to'g'ri borib o'sha nima desa bo'ladi, haydovchilik guvohnomasi uchun imtihon topshirsa bo'lar ekan. Albatta nazariy holatini nima desa bo'ladi, nazariy holatini o'sha test yoki kompyuter tomonidan topshirasiz. Agar undan o'tganingizdan keyin amaliydan lekin 100% o'tishlik majbur ekan. O'sha amaliy nima holatini nazariydan 100% o'tasiz, lekin ko'proq amaliyaga e'tibor qaratilar ekan. Amaliydan 100% o'tish majburiyati belgilandi do'stlar. Bu holat 2026-yilda 1-fevral sanasidan boshlab. Albatta o'sha 2026-yilda где-то aprel oyidan boshlab mana yengil rusumdagi mana elektr skuterlar, shunaqa meda-chudari, velosipeddan sal kattaroq tokda yuradigan nimalarga ham A toifasidagi nima prava so'ralar ekan. Shuning uchun bu holat joriy etilgan. Shuning uchun o'zlari ehtiyot bo'lib harakatlaning qilasiz do'stlar. Shuni sizlarga ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'lsin degan maqsadda yetkazdik bu ma'lumotlarni.